Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Zohir Shohmich. Bugungi videomizda bo'lmish hayotini olamiz. Videoga like bosib kanalimga obuna bo'linglar va biz boshladik. Va biz bo'lmish bo'lib qoldik. Voy blad, eshigimizdan tekin alojalikda faqat kompyuterim bo'lsa edi o'ynab o'tirsam, lekin kompyuter yo'q. Bu Minecraft ko'z kompyuter yo'qda, короче bolalar, rulga o'tamiz. Qo'sh ovqatdan menga bo'ldi. 45 sentim bilan 5000 ta olmosim qolibdi. Juda kambag'alman va bu meni anovim. Bu ovqatim va bu shers, ya'ni biz bu qishloqqa dunyo azizlashadi. Julat sotsak bo'ladi. Nima qilsak ekan, bo'lmish bo'ldik. Shunaqa sherslardi. Ishqim kelmayapti. Bu uyni chiroyli, nimadir yozilgan. Uy sotiladi. 1 stak olmos. Merga pulni ber. Eshik ochiq ekan, bir ko'raylik, agar sota olamiz. Sandiqda hech narsa yo'q lekin siqqan ekan. Ne zo'r. Kamera. Nima qilyapsan bu yerda? Bir ko'rayman, uyda agar olmosim olganimdan keyin sota olaman. Ha, pul topganingdan keyin sota olishing mumkin. Ha, mayli. Beko'y, anodir. Bu anov aytgancha nima edi? Kondisioner siqqan ekan. Mayim sovuq. Uy, so'qatdim. Nima qilamiz bizlar? Aylanamiz, onoqqa market bor, korzinka bor. Aylanamiz. Nima? Ishchi olamiz. Mashuk yozilgan, demak mashuk ishchi olsin. Bismillahirrohmanirrohim. Ishchi olsin. Yozilgan. Assalomu alaykum. What the fuck? Короче, ishchi olamiz deb e'lon bergan ekansizlar. Ha, ishchi olamiz dedik. Sening ishing mana shu orqangdagi bolaga har kuni ikkitadan bittadan bug'doy berib, ular to'qqan payti qarab turishing kerak. Mana shu ishing. 5 kun 2 kun ishlaysan, senga 1 stak olmos beramiz. 1 stak olmos? Yaxshi. 2 kunligi 1 stak olmos. Kuyovdagi ishlaymisan, chunki bizdagi ishimiz qaytadi. Xo'p, mayli. Bugundan boshlayveraymi? Ha, albatta bugundan boshlayver. Uyda damlab tursang bo'ladi. O'zim o'ynash ekanki, shunga yozgin dam olay. Tur. Nima bo'ldi? Bolalarimiz tug'di. Sen yaxshi ish qilyapsan. Yes, bizga tug'ibdi. Yes. Bizga tug'ibdi. Yes. Bizga tug'ibdi. Yes. Bir kunlik bo'ldi. Xayr, ertaga kelaman. Xo'p, mayli, ertaga kech qolma, 8 ga kel. Men soatim yo'q lekin ha, mayli. Bir kunlik ishimiz o'tdi. Nima qilsak, yapdan keyin kelsak bo'ladi, aytgancha aytaysan, shuni so'ray. Yo'q, keyin so'rayman. Bo'lmish. Ana chaqiryaptim deyman. Men ishlayotgan joyda ekan. Oh. Ertaga bizda ishimiz kerak ekan. Bugun abdan qilib keldi ishini. Abdan keyin, xo'p, mayli. Xayr bo'lmasa, xayr. Mazgi bo'ladi. Fish bilan to'xtatilmaymi? Bittasiga ketadi. Bittasi o'tib qolgan meni. Короче, men shu yomon qiziqdi, shu sotib olaman.
Yer duyunu qayergaligini bilmayman lekin. Aptekin bo'lyapti. Biz ham basingga kalla teramiz. Bobby shu masjidga tushma, xarob qilasan. O'zing quduqimiz suv ichamiz. Hop, mayli. Xafa bo'ldim. Aptekin bo'ldi. Babza yana kelamiz. Keldingmi Bobby? Ha, keldim. İşte boshla. Hop. Düşmüşkenden olay. Hop ben. Çocuk gittim. Bobby. Ha? Yana tadamanları yes. İşte bu çekti yine böyle yes. Yes, yes. Toptum şunu. Yes. İşte bu çocuktu. İşte bu çocuk. Yaxşı. Böyle Bobby işin tugadi. Sandıqdan bir stak olmasan. Bo'ldi, rahmat. Yo'q, to'xta. Yana mayli senga padarga yana 9 ta olishing mumkin olmasdan. 9 ta. Rahmat. Mayli, arzimaydi. Sana bize yordam berganing uchun rahmat. Hayır. Bola, juda saxiy odam ekan. Juda saxiy. Bobby, Ha? Ana ishcholarimizni so'zni o'chirib tashla. Hop. Ana olib ketaveraymi o'zimga? Ha, olur, o senga. Yozamiz. Nima deb yozamiz? Uyim joyligini nima deb yozamiz? Mana obunachilar zo'rsiz yozdim. Mahsusda iltimos qilinglar. Biza bo'l obunachilar, sizlarga kattakon to'xtanglar. Bo'l obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Biza 400 ta bo'lamiz. Endi maqsadimiz biza 500 ta. Let's go. Rahmat sizlardan kattakon. Chiqib ketdim. Meram bo'lmish hayoti deb qo'yganman. Eshiklar yopsak, o'zi eshik biz nima teshik yopgan foydasi yo'q. Lekin kiyimimni almashtirib olay. Mani kiyimimni almashtirib oldim. Endi men bo'lmish emasman. O'zim bo'lishman, lekin tagoy qizlar ajalim uchun ossalam dedik. Endi biz pullarimizni sandiqqa solib qo'ysak, uyda sotib olamiz keyin. Yani onu yığıştırış yeran şırsla dem sotsula karzinke degan joy bo'lib bizga ashula. Sandiq bor ekan. Shular ochamiz bo'ldi, nimaga o'xshaydi bu? Uchto'la shers bo'lsa ichida zo'r bo'ladi-da. Uchto'la shers bo'lsa uchto'la. Uchto'la shers bo'lsa, ular uchto'la shers bo'lsa. Uchto'la shers bo'lsin. O'tmani kitobga o'shaqa o'qiymiz. Sana deb o'qiyman, hech kimsiz bo'lmasin. Kitobda o'qiymiz. Mana eski daraxtning tagida xazina bor. Eski daraxt. Eski daraxt bilamanmi? Bu haqiqiy afsona eski daraxt. Mana eski daraxt.
Ne boşaman o hani eski daraxtning tagi. Nima eski daraxtning? What the fuck, bro? Shears family. Jumblok. Yes, men boyadan jumbloklar. Qani ichida xazina jumblok to'ldirgan sandiq bo'lsa ichida. Charchab qolaman. Mayli, borga shukr qilib qilaveramiz. Mana yaxshilab qilamiz. Bolalar obunachilar, video qaytgan bo'lsa kanalimga obuna va videoga like bosib qo'yinglar. Bundan keyin video kim bilan chiqishini kommentariyaga yozinglar. Lomatli kun. Sandiq. Ketdim, magazin sotib kelay. Ketdim, magazin sotaman. Xuyt qilyaptim. Nima bomj chaqiruvdim. Ikkitani mer chaqira. Ketdik. Korzinka sota olamiz. Bomj og'ayni kuchaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima xizmat? Men jumbloglarimni sotmoqchiman. Mayli, mana shu aniqdagi to'g'ridagi sandiqqa qo'ying. Qaysinga? Men bunga shekilli pul bergan. Birisiga pulimiz o'zi birsak bor, birisiga soting ko'p bo'lsa. Qolmaydi bo'pti. Qo'ying. Boyib ketdim. Bo'ldi obunachilar. Shu videoga 20 ta like yig'ilsa, to'g'rirog'i 30 ta like yig'ilsa, keyingi video bomj hayot bo'ladi. To'g'rimi qishloqqa bomj hayot bilan? Ya, demisam. Bomj hayot bilan. Kutlaring bo'ldi obunachilar. Merdiyo qayerga? Mana orqangdan ko'rmayapsan, chap tomoningdan. Mana sen ko'rsam mana shu. Rahmat. Ko'rsatib ketdi. What the fuck? Salom mer. Alaykum assalom. Men kuznichdan sotamoqchi edim. Mayli, men sandiqqa birisidan olmasang sol. Qo'tingga ikkallasigacha otni chapi. Qo'ygan. Hayır bir. Hayır. Lop tashlaylik. Vobza bu bizdeki. Pullarimni qo'yib qo'yilmaydi. Xayr bolalar, sizlar bilan mazoq sho'xmich bo'ldi. Bugungi video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib va videoga like bosib qo'yinglar. Bundan keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariy yozinglar. Iltimos yozib ketinglar. Men qanday video chiqarish bilmayman. Bu videoga 35 ta, yo'q 40 ta, yo'q 35 ta men 35 ta like yig'ilsa, bundan keyingi video bomsh hayot ikkinchi qism bilan like bosib kanalimga obuna bo'linglar. Xayr.